Hammaga salom, men sizlar bilan Gangster Alfa. Bugungi videomizda Minecraftdagi horror faktlar, ya'ni afsonalarni ko'rib chiqamiz. Men qolib ketmay, men siz nima qilasan? Hammaylar sen ham qo'shilasan, ya'ni kelishib olaylik. Bittasini men obzor qilaman, ikkinchisini sen. Xo'pmi? Hammaylar men roziman. Birinchi afsona bu Anti-Null. Xullas bu qahramonimiz o'zini mirida vijivaniya qilib yurgan payti u nizilga kirgisi kelib qolibdi va u nizilga kirishga qaror qildi. Va kirdi ham pashti. Xullas, mana endi kiryapti. Короче, u kirdi va xullas mana shu yerga keldi va nolni uchratib qoldi. Keyin bu o'yinchimiz hayron qoldi. Keyin esa u tuyog'ini qo'lga olib qochdi. Bu yerlardan ham o'tib, xuddi uni orqasidan quvlayotganday u qochdi. Uni yana ekranlari qanaqadir xullas bir balolarga duch keldi. Bu portalni portlatmoqchi bo'lib o'zi surdi, ya'ni portalni yonini portlatmoqchi bo'ldi. Va u uyga keldi va u yerda portal portladi. Kirolmasin dedi-da. Va ancha vaqt o'tgach u yana portalga kirgisi kelib kirdi. U ancha payt tekshirdi, hamma narsani ko'rdi, lekin bu yerda nol ko'rinmadi. Keyin bu Gastni o'ldirdi. Shundan keyin esa u Anti-Nullni uchratdi. Bu safar Null emas edi, Anti-Null edi. Keyin esa u Anti-Nullni oldiga yaqinlasha boshladi. O'sha paytda esa Anti-Null g'oyib bo'lgan edi. Xullas u Fortress topib Fortressga kirdi. Mahmudjon, Mahmud. Короче, bu bola qo'rqmas ekan, Anti-Nullni quvlab ketdi. Anti-Null borgan joyga bordi, u yerda tupik bor edi. Bu xullas tentaklik qilib o'sha yerda qazishga kirishdi. Keyin esa u o'sha yerda turgan knopka ustiga bosdi va u qimqaylarga paydo bo'ldi. Unga eshik yopilib ochilgan ovozlari har kuni eshitilar edi. Va uni ekrani glitch holatlarga tushib qoldi. Bu yerda bir eshik turardi, biri qora, biri oq. Adashib ketib, ikkalasiga bir xil. Короче, ulardan birini tanlash kerak edi. Bicha ikkalasida ham xavf bor edi. Va biratimiz bir tanlovga kelgandan so'ng albatta mana bu eshikni ochdi. Xullas bu mana shu yerga keldi va u yerda juda ham chuqur joy bor ekan. Xullas mana shu yerga oxiriga kelganlarki, u qanaqadir lezerni uchratdi va u orqaga qaytishga qaror qildi. Xullas hikoyamiz shu bilan yakun topdi. Bo'ldi, endi meni navbatim. Undead golem. Короче, 3 ta oppoq-oynar o'zini kartasida vijivaniya qilishayotgan edi. Men esa sizga Undead golem haqida ma'lumotlar beraman. Bu Minecraft creepypasta afsonaviy mavjudot bo'lib, u o'lgan golemni tirilgan versiyasiga o'xshab ketadi. Ko'rinishi chirigan, zanglagan golem, ko'zlari qizil yoki qora rangda. Ma'lumotlar tugagani yo'q, men sizga ma'lumot beraman. Bular esa o'zlariga loydan uy qurib olishdi va mana unaqa temirlar topib olishdi. Bu temirlar izmas qo'yib ketilgan edi. Ma'lumot berishga qaytsak, xatti-harakatlari tunda paydo bo'ladi, sokin yuradi, ammo birdaniga tashlanib qolishi mumkin. Afsonalar dasturchilar tomonidan yaratilgan, ammo biroq boshqa fayllarda qolib ketgan deyshadi. Shu bilan bu bronsiz golem haqidagi ma'lumotlar tugadi. Keyin esa bular o'zlari mana shunaqa 3 ta temirga duch kelishdi. Xullas bu temirlari tom keta boshladimi? O'zidan o'zi maydalanib ketdi, boshlari ham maydalanib ketdi. Keyin shu maydalanaverdi. Keyin esa mana shunaqangi tana qurildi golemni tanasiga o'xshab, keyin zombi kalla qo'yildi-dagan. Undead golem paydo bo'ldi. Keyin bu esa hayron qolish nima ekan bu dedi. Keyin esa bu quva ketdi. Boya aytgan ma'lumotimdek, u boshiga indamay turdi va birdaniga quvib ketdi. Bular juda ham ko'p joylardan qochishdi va uy kelsa, uyi buzilib yotgan edi. Falokat golem. Keyin esa bular o'zini birinchi uyiga ketishga qaror qildi. Keyin esa mana u konga kirib o'taylik dedi-dagan. Keyin shirin golem otilib chiqdi desa bo'ladimi? Keyin u buzg'unchi kabi narsani buzdi, konni ham og'zini buzdi birdaniga, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Keyin u quva ketdi, bular yana qochishdi. Keyin bu qanaqadir balandlikka chiqdi-dagan, orqasiga shuna qarasa golem bor edi. Va golem yana yo'q bo'lib qoldi. Bularni golem juda ham ko'p qo'rqitdi. Va nihoyat bular o'zini shinamgina uyiga yetib kelishdi. Bilmadim 3-o'yinchi qayga. Keyin esa endi biz qutuldik deb endi uyga kirgan payti Brat, gazdan keldi, gazni pulini bering. uni o'ldirdi. Hattoki kim o'ldirgani ham yozilmadi.
Xullas, men sizlar bilan Gangster Alfa edi va DJ Qishloqqa. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammaga ko'rishguncha